sana. Afsus. Ming afsus. Senga o'xshaganlar judayam ko'p. Mansab uchun, boylik uchun, nomusini, orini, g'ururini, oilasini, ota-onasini, yori birodarlarini sotadiganlar ko'p. Xotinini qizg'onmaydigan dayuslar jannatga kirmaydi deyishadi. Sizlarda insoniylik bo'lmaydi. Sen endi menda ishlamaysan. Borib arizangni yoz. Oilasini sotgan, sendaqa inson kompaniyani ham sotib ketasan. Suv senga va senga o'xshaganlarga. Sizchi? Siz ham bir o'zingizga savol beringchi.